Xudo xolasa tugatdik remontni ham do'stlar. Bismillahirrohmanirrohim. Shovoy poddan 120 110 ga 127. Xudo xolasa smestillarni ham qo'yib qo'ydik. Ishlayapti. Endi rakovina, zerkalo, подсветки. Bemalol. Bitta ikkita ventilyatsiya, o'rtada lampa. Bu yerda forchka bo'lmagan hisobiga ikkita ventilyatsiya qo'yilgan. Bu yerda sushilka, trap pajani xotga qo'yildi. Bu yerda aristonimiz joylashgan. Hech kimga xalaqit bermaydi yerga. Xohlasani motorlarga отдельно rozetka, bu yerda ham bitta motor bor. Bu aristonga отдельно. Tomonda ham rozetkalarimiz bor, xudo xolasa. Motorimiz ham mana ikkala izolentani o'tsa, bachok to'ladi. Ikkalasini yopib, ikkalasini ochib qo'ysa, bu yoqda polni motor ishlaydi. Tas, bu yerda teplый polimiz ham bor, qo'yilgan. Bu sushilkaga ketgan. Poldan ketib bu yoqqa chiqqan. Bular katyolga ulangan, xonaning uyli katyollariga. Kimga shunaqa xizmat kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqarasizlar. Andijon viloyat Ma'lishton bo'ldi. Hammaga omad.